Reels'larni, shorts'larni ko'rayapti deb aytdingiz. Bu haqiqat. Buni o'sha tadqiqotlardan kelib chiqdiki, kliповое мышление degan tushuncha yuzaga keldi. Ya'ni klip asosida tafakkur juda qisqa kliplar asosida tafakkur rivojlanishni boshladi. Bu nima degani? Har safar bola yangi reels ko'rganda uni dopamini oshadi mana. Tez dopamin oshadi. Yangilik-ku. Shunga o'rganib qoladi. Lekin уже bu dopamin esa keyinchalik qanaqadir boshqacha qiziqarli narsa, uni o'stiruvchi, qiziquvchi narsalarga mana usidчивость deb bekordan aytmaymiz-ku. Usidчивость bo'lmay qoladi. Juda vaqt juda qisqa bo'lib qoladi va nima uchun depressiya bo'ldi? Mana yaqinda katta kursda klinический kursda shu narsa aytildiki, nima uchun bu depressiyaga olib kelyapti? Chunki mana shu qisqa muddatni ichida ong ulgurmay qolganlik hisobiga endorfin yo'q. Ya'ni dopamin tez ishlab chiqishni o'rganib qoldi-ku. Bu juda katta nagruska miyaga, juda katta bosim bo'ladi miyaga. Mana shuni asosida depressiya bo'ladi. Chunki u endi mana biror narsaga erishish uchun unga ozgina vaqt kerak, usidчивость kerak, ya'ni o'tirib ishlashi kerak, mehnat qilishi. Bu uchun sabr yo'q, u shakllanmagan, iroda yo'q, iroda bo'lmagani hisobiga u nima qilyapti? U qilishi kerak bo'lgan ishni qila olmayaptimi? Shundan bahosi tushyapti, men qila olmadim degan tushuncha. Shuning uchun ham odam mana bu dopaminni juda ham tez ishlab chiqarishi keyinchalik bermagani hisobiga ongida depressiya boshlanadi.